Sotuvimizga juda ham arzon narxlarda Mercedes-Benz GLE 450 avtomobilini olib kelib qo'yganmiz. Arzon narxlarda GLE qidirib yurgan bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun ekan. Shahar ichida yurishga bilasiz, bu avtomobil juda ham udobniy va kompaktniy hisoblanadi. Agar GLE skottali quvvatda deyotgan bo'lsangiz, bu avtomobil siz uchun ideal tanlov ekan. Avtomobilimiz Yevropeyka bo'ladi, 2021-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha 68,000 kilometr masofa bosib o'tgan. Tushunish uchun avtomobilimizning yangi versiyasiga restyling qilib qo'yilgan. Farlarga ahamiyat qilasiz, obrisovkalarigacha gap yo'q. Egalari yangi mana shunaqa qop-qora AMG disklar taqib qo'yibdilar, gap bo'lishi mumkin emas. Tak, tashqi bozon bezgichli do'stlar, davochiklarigacha mavjud. Ichki salonimizda полностью qop-qora ko'shni salondan jihozlangan Maybachdagi sideniyalar, Burmester akustika, pamять siden. Chetda like qizartirib qo'ying. Hammamizga shunaqa avtomobillar xarid qilib qaytash nasib qilsin, gap yo'q. Так, multimedialniy rul, pnevmopodveska, podogrev охлаждения sidenlarigacha mavjud. Orqa tog'larni ham ko'rsatib o'tamiz, podogreflargacha mavjud. Bizning Telegram sahifamiz ham bor. Срочно chetda o'tib obuna bo'lib qo'ying. Nimaiki shunaqa zo'rina markalarni birinchi bo'lib Telegram sahifamizga, keyin Instagramga joylaymiz. Shuning uchun Telegramimizga obuna bo'lib qo'ying. Narxi keladigan bo'lsa, 77,700 ga shu avtomobilimizni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Menimcha bunaqa narxga bunaqa zo'r saslanadigan avtomobil arzib olsa kerak. Bu videoni kamida shunaqa avtomobil ravo ko'rgan tanishingizga yuborib qo'ying. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin.